Hoy ayollar jamoasi, ko'proq istig'for aytib ibodatda sobit bo'linglar. Jahannam ahlining ko'pi ayollar ekanini ko'rdim deganlar. Koinot sarvari bo'lgan Muhammad alayhissalom ayollarga yaxshi muomalada bo'lishga vasiyat qilgan. Ular egri qovurg'adan yaratilgan nozik xilqat sohiblari ekanini bizga ko'p marotaba eslatgan va buni o'z hayotlarida amaliy isbotlab ham ko'rsatgan. Ayollar ona, ayollar singil va opa, ayollar Allohning omonatlari. Shariat islomiy ayollarning huquqlarini juda yuqori baholagan. Lekin ayollarda erkak kishidek og'irlik, vazminlik yo'qligi, erkaklardek chuqur tafakkur qila olmasligi, tez ehtirosga berilib ketishi, hissiyotlarni jilovlashda erkak kishidek yaralmagani uchun Rasululloh alayhissalom ayollarni ba'zi ishlarda qattiq ogohlantirgan. Hoy ayollar jamoasi, ko'proq istig'for aytib ibodatda sobit bo'linglar. Jahannam ahlining ko'pi ayollar ekanini ko'rdim deganlar. Ayollarni dunyo va oxiratda halokatga duchor qiladigan ishlar borki, ularning 10tasini sizga havola qilamiz. Zotan ayol kishi jamiyatni tarbiya qiluvchi shaxsdir. Ularning soliha bo'lishi jamiyat solih insonlar bilan to'lishidir. Quyida Alloh va Rasuli la'natlagan, ayol kishini jannatdan mahrum qilishi mumkin bo'lgan 10 ta ishni sanab o'tamiz. Ulardan birinchisi qoshlarini teruvchilar va terdiruvchilar. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida kelgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Alloh taolo qoshlarini teruvchi va terdiruvchini, ya'ni o'z suratini o'zgartiruvchi ayollarni la'natladi. Imom Navoiy aytadi: bu hadisdagi la'nat qattiq haromlikni ko'rsatadi. Qosh terish va terdirish Allohning xilqatiga qarshi chiqish deb hisoblanadi. Ibn Hajar al-Asqaloniy Fathul Boriyda yozadi: bu ishni qilish agar erga bezanish uchun bo'lsa ham harom hisoblanadi. Chunki hadisda Alloh la'natladi deyilmoqda. La'natlash qattiq gunoh ekanini bildiruvchi dalildir. La'natga uchratadigan va jannatdan to'suvchi amallarning ikkinchisi vashm qiluvchi va qildiruvchilardir. Vashm bu zamonaviy tilda tatuirovka, badanga har turli narsalarni chizish yoki chizdirish. Ibn Mas'udning rivoyatida hadisning davomi shunday keladi: tanaga vashm qiluvchilar va qildiruvchilarni Alloh la'natladi. Davrimizda tatuirovkani har turlisi bor. Teri ostiga singadigan biror rangli suyuqlik qo'yish vashm deyiladi. Yoki vashm teri teshiklarini yirib yoki teshib, uning ichiga rangli suv yoki qora modda surtishdir. Bu qat'iy harom ish va bu ishni qilgan va qildirgan ayol Allohning la'natiga uchraydi. Bu gunoh tanaga o'zgartirish kiritish va yaratilgan fitratni buzish hisoblanadi. Agar bu ishni garchi eriga bezanish uchun qilsa ham, chunki maqsadning o'zi gunoh. Afsuski hozir bu ish ayollarimiz orasida keng ommalashayotgan illatlardan biri. Tanaga tatuirovka qildirish g'arb madaniyatida uchrardi. Bu madaniyat mana bizga ham kirib kelmoqda. Afsus. 3-la'natlangan ishlardan tishlar orasini ochish va haddan ziyod yaltiratish. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning rivoyatida to'liq hadis shunday keladi: Alloh taolo vashm qiluvchi va qildiruvchi, qosh teruvchi va terdiruvchi, go'zallik uchun tishlar orasini ochuvchi ayollarni, ya'ni Alloh yaratgan xilqatni o'zgartiruvchilarni la'natladi deydi. Tishlarni chiroyli qilib orasini ochish ham harommi deyishingiz mumkin. Keling bu haqida batafsil tushuntiramiz. Fathul Boriy asarida aytiladi: tishlar orasidagi tabiiy holatni go'zallik maqsadida o'zgartirish asl fitratga daxl qilish demakdir. Hadisdagi la'nat aynan shunga bog'liq. Ammo agar tibbiy yoki og'riq sababli zarurat bo'lsa, ruxsat. Bugungi kunda breketlar, silliqlantirish, tish formasini o'zgartirish kabi amallar ko'proq go'zallik uchun qilinadi. Agar bu amallar salomatlikni tiklash uchun, tishdagi muammolar, hidlanish, ovqat yeyishda qiylanish, so'zlaganda harflar to'g'ri chiqmasligi, umuman olganda tishda muammoga duch kelib stomatologga murojaat qilishga shariatda ruxsat etilgan. Nafaqat ruxsat, balki sog'liqni tiklashga targ'ib ham qilinadi. Unda bu hadis kim uchun? Agar yuqoridagi ishlar moda uchun qilinsa, sog'lom hech qanday muammosi yo'q tishlarni buzib, oralarini ochib, haddan ziyod yaltiratib tishni o'zgartirish la'natga sabab bo'ladi. 4-la'natlangan ayollar toifasi sochini bir-biriga bog'lovchi va bog'latuvchi yoki sochlarini ulovchi ayollar. Bu amal ham payg'ambar alayhissalomning la'natlariga sabab bo'lgan va hadislarda aniq qayd etilgan. Asmo bint Abu Bakr radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Bir ayol Nabiy alayhissalomning huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh,
Meni qizim bor. U yaqinda turmushga chiqadi. Ammo u qazzob kasaliga giriftor bo'lib, sochlari to'kilib ketdi. Unga boshqa soch bog'lasam bo'ladimi deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhissalom dedi: Alloh taolo soch bog'lovchi va bog'latuvchi ayollarni la'natlagandir. Imom Navaviy bu hukm ziynat uchun bo'lsa ham amal qiladi. Sog'liq yoki zarurat uchun bo'lsa ham. Payg'ambarimiz bu ishni rad etgan. Demak, soch uzaytirishga yoki go'zal ko'rinishga intilib, boshqa soch bog'lash haromdir deydi. Ibn Hajar al-Asqaloni esa har qanday sun'iy yoki inson sochini bog'lash boshqa bir kishining taniga daxl qilish, o'zgartirishdir. Hatto u turmushga chiqadigan qiz bo'lsa ham bu ish la'natga sabab bo'ladi deb aytgan. Zamonaviy misollarda bu parik va boshqa biriktiruvchi narsalar. Agar u go'zallik uchun bo'lsa, ushbu hadis doirasiga kiradi. Ayrim ulamolar parikni er uchun taqishda ixtilof bildirishgan aytiladi. Kamina xodimingiz aynan soch ulash bobini to'liq o'rganib chiqmaganman. Bu haqida ko'p narsa bilmayman. Ayollar sochini ziynatlashda hozir har turli usullar ko'pligi uchun turli qarashlar bor. Agar siz buni to'liqroq bilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz yashab turgan joydagi biror ahli ilmga murojaat qilib so'rab oling. Mavzuga aloqador bo'lgani uchun bu ishni ham eslatib o'tdik. 5-zikr qilingan toifa to'shakni rad qiluvchi ayollardir. Bu haqida Rasululloh alayhissalomning ochiq va qattiq hadislari mavjud. Bu amal zino yoki jismoniy gunoh emas, er haqlariga qarshi og'ir xatolardan biri hisoblanadi. Shariatda bu holat iffatga zid va oilaviy nizolarning sababi sifatida qaraladi. Erkak o'z nikohidagi ayolini joiz paytda chaqirsa, ayol uzrsiz rad etsa, bu og'ir gunoh bo'lib, farishtalar tomonidan la'natga uchraydi. Rasululloh alayhissalom dedilar: agar erkak kishi xotinini to'shakka chaqirsa-yu u rad etsa, erkak undan g'azablangan holda tunasa, farishtalar unga to sahargacha la'nat aytadi. Nega bu ish bunchalik og'ir sanaladi? Chunki erkak kishi aynan mana shu paytda achchiq g'alamdan va g'azabdan zinoga qo'l urishi ehtimoli oshadi. Zino esa gunoh kabiradir. 6-toifa bu juda muhim va dolzarb mavzulardan biri. Erkaklarga o'xshashga harakat qiluvchi ayollar. Islom shariatida ayolning o'z tabiiy xilqati, libosi, yurish-turishi va ovozini o'zgartirib, erkaklarga taqlid qilishi, ya'ni tashqi yoki ichki jihatdan erkakka o'xshashga uringani katta gunoh va la'natga sabab bo'ladigan ish deb qaraladi. Ayol erkakka o'xshashi, ya'ni uning fe'li, kiyimi, yurishida erkaklikka taqlid qilishi fitratga qarshi, Allohning xilqatiga qarshi chiqishdir. Bu irqiy buzilish va islom jamiyatini yemiruvchi illatdir. 7 va 8 toifa bular yana bir muhim mavzulardan biri. Qabr ziyoratida aza tutish, dod-fig'on qilish, mayyit xonadonida bo'z bo'lib ovoz ko'targan ayollar. Rasululloh alayhissalom aslida qabrlarni ziyoratini ruxsat bergan, lekin odobni buzuvchi, nadomat va norozilik bilan qabr boshida yig'lagan, dodlagan, yuziga urgan ayollarga qattiq tahdid va la'nat bilan ogohlantirgan. Ayollarni qabrga borish ham muhim fiqhiy masala. Buni ilmini va hukmini har bir ayol o'rganib qo'yishi lozim. Juda muhim nuqtaga yetib keldik. Olimlarimiz bir ayolni shunday ta'riflashadi: ham kiyingan, ham yalang'och. 9-la'nati ayollar toifasi kiyinib ham yalang'ochdek ko'rinadigan ayollardir. Bu haqida payg'ambar alayhissalomning ochiq va qattiq hadislari bor. Ayniqsa bu holat oxir zamonning fitnalari silsilasida tilga olinadi. Rasululloh alayhissalom dedilar: Jahannam ahlidan 2 toifa borki, men ularni hozirgacha ko'rmaganman. Ularning birinchisi qo'lida sigir dumiga o'xshagan qamchilari bilan odamlarni urayotganlar. Ikkinchisi kiyingan ammo yalang'och ayollar. Boshlari egilib turadi. Boshlarida tuyaning o'rkachiga o'xshash soch turmalangan. Ular jannatga kirmaydi. Hatto jannatning hidini ham sezmaydi. Holbuki uning hidi falon masofadan turib ham keladi deganlar. Bu haqida ortiqcha izohni hojat yo'q menimcha. Har bir sog'lom aql egasi qaysi ayollar haqida so'z borayotganini tushunib turibdi. Endi juda dolzarb va hozirgi zamonda keng tarqalgan so'nggi toifa o'zini nomahramlarga ko'z-ko'z qiladigan ayollar. Zamonaviy tilda artistlar, modellar, bloger ayollar va hokazo. Ayniqsa model ayollar. Agar ayol musulmonchilikni iddao qilsa, bu ishdan tiyilish kerak bo'ladi. Bu amal islom axloqiga zid, iffat va hayoni buzadi. Hamda Rasululloh alayhissalom tomonidan og'ir so'zlar bilan tahdid qilingan va ogohlantirilgan.
Har qanday ayol xushbo'y bo'lib, bundan nomahramlar bahra olsin deb odamlar orasidan o'tsa, u ayol zinokordir deyilgan. Bundan tashqari Qur'oni Karimning Ahzob surasida johiliyat davridagi ayollar kabi ko'z-ko'z qilib yurmanglar deya eslatma berilgan. Oyatda bu amal tabarruj deb zikr qilinadi. Tabarruj bu ayolning o'z ziynatini, yuzini, sochini, go'zalligini nomahramlarga namoyon qilishi. Bu ish johiliyat ayollari qilgan ishdir va shariatda qat'iy haromdir. Internet, TV, Instagram, YouTube va reklamada o'zini ko'z-ko'z qiluvchi ayollar tabarruj ahliga kiradi. Agar u ayol o'z so'zi, ovozi, yuzi bilan nomahramni o'zini tomosha qilishga undasa, gunohi katta va jannatdan mahrum bo'lishi mumkin. Alloh ayollarimizni iffatini saqlashda o'zi yordam bersin. Isrofil alayhissalom ham surini chalishga sabab bo'ladigan katta ishlardan biri haddan tashqari zinoni kengayishidir. Zino eshiklarining kaliti esa ayollarda turadi. Biz ayollarimizni jannatga kirishlarini istaymiz. Ularni do'zax olovida kuyishini istamaymiz. Videoni foydali deb bilsangiz, yaqinlar bilan ulashing va ayollarga tez-tez eslatib turing.